Dilimni o'ynatar yor, qoshingiz qarosimu. Tilimni so'ylatar yor, ko'zingiz charosimu. Bunchalik cho'g' bo'lmasalar, buncha anor bo'lmasa yuz. Bunchalik cho'g' bo'lmasalar, buncha anor bo'lmasa yuz. Ular husn zebim yor, jazmaningiz jazosimu. Ular husn zebim yor, jazmaningiz jazosimu. Mulki dilimga otadur, kiprik yo'qin kamoningiz. Mulki dilimga otadur, kiprik yo'qin kamoningiz. Ma'shuqaning oshig'iga nozimi bu jafosimu. Nigohingiz tushsa agar lovullagay ko'kda quyosh, mening kabi u ham yonib, jamolingiz adosimu. Ekanmu bilmedim, yoki nazm fidosimu. Aşık ekanmu bilmedim, yoki nazm fidosimu. Dilimni o'ynatar yor, qoshingiz qarosimu. Qoshingiz qarosimu. Qoshingiz qarosimu. Katta rahmat. Salomat bo'ling. Assalomu alaykum aziz muxlislarimiz, bizni qadrdonlarimiz. Bugungi kunni yaxshi niyatlar, chiroyli amallar bilan boshlab, oqshomni esa bizni tomosha qilishga oshiqayotgan bizni qadrdon, eng sodiq muxlislarimiz. Bugungi fayzli oqshomda sizni xonadoningiz mehmoni bo'lamiz va bugun 9-fevral she'riyat mulkining sultoni Mir Alisher Navoiyning tavallud topgan kunlari. Alisher Navoiyning asarlari bir necha asrlar davomida o'zini ixlosmandlariga ega nafaqat o'zbek, balki jahon adabiyoti ixlosmandlarini ham ko'ngdan joy olib kelyapti va Mir Alisher Navoiy bobomiz aytganlaridek, bugun sizni juda ham iliq suhbatlarga chorlamoqchimiz va bizda mehmon san'atkorlarimiz tashrif buyurishgan. Shunday ekan azizlar, ularni studiyamizga taklif qilamiz. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Ilhom Jo'rayev, marhamat.
ko'zga bu dam kim tirikmen kelsa yomon arazidin bahra olsun asr hayron qolmasin arazidin bahra olsun asr hayron qolmasin hajrida ancha balo yetkürmeye hiç arxiyim o'zgalar ishqin havas qilmoqqa imkon qolmasin o'zgalar ishqin havas qilmoqqa imkon qolmasin Dahranao andağma aş etkilki sendin kalmasan taat andağ kim kerektir bari isyan kalmasın enavai sabit olsun Şah Gazi devleti oldu bana kul bulmagan alemde sultan kalmasın oldu bana kul bulmagan alemde sultan kalmasın Aferin, aferin. G'urbatda g'arib shodimon bo'lmas emish. El alga shafiqu mehribon bo'lmas emish. Oltin qafas ichra gar qizilgul butsa, bulbulga tikondek oshiyon bo'lmas emish. Vale. Assalomu alaykum ustoz. Xush kelibsiz qadamlaringizga hasorat. Sizni ko'rib juda ham xursand bo'ldik. Nafaqat biz, balki bizning Albatta. muxlislarimiz ham sizga juda bir shinavanda, Rahmat. o'zimizni xush ovoz xonanda deb xursand bo'lishib turibdi. Rahmat. Ko'rishib olishingiz mumkin, marhamat. Assalomu alaykum hurmatli aziz muxlislar. Mana bugungi oqshom ilohim hammamizga yaxshiliklar olib kelsin. Biz birinchi qo'shig'imizni Mir Alisher Navoiy boboni g'azallari bilan boshladik. Ilohim yurtimiz tinch bo'lsin, yaxshi kunlar bo'lsin. Xalqimizni, yurtimizni ko'ngliga qo'shiq sig'adigan kunlar bo'lsin. Biz qo'limizdan kelgancha do'stlar bilan shu yaxshi kunlarda birga bo'lishni hammamizga nasib qilsin. Bor bo'ling, salomat bo'ling. Marhamat ustoz, o'tirib olishingiz mumkin. Siz uchun ajratilgan joylarni haqiqatan ham she'riyat mulkining sultoni Mir Alisher Navoiy haqida qancha gapirsak shuncha oz. U kishining asarlariga, g'azallarga, ruboiylarga murojaat qilgan inson hech qachon kam bo'lmagan, ustoz bo'lmaydi ham, adashmasam. Ilohim aytganingiz ketin. Hozir ham aytgan taronangiz adashmasam Alisher Navoiy g'azallariga, asarlariga oid, to'g'rimi? Shunday. Ey Navoiy sobit bo'lsin. Hay. Shoh G'ozi davlati oldida qul bo'lmagan olamda sulton qolmasin. Mir Alisher Navoiy g'azaliga Murojaat. bastalangan murojaat shu qo'shiq. Ana bo'lmasa. Mana bugun premyera bo'lyapti. Demak, bu qo'shiq premyera tarona. Albatta. Shunday bo'ldi, yangi qo'shiq. Ana bo'lmasa. Bobomizni tug'ilgan kuniga sovg'amiz desak,
qabul qilasizlar. Juda ham chiroyli albatta. ijro bo'ldi. Juda ham xursand bo'ldik. Biz juda ham ko'p ijodkorlar, san'atkorlar, xonandalar kelganda biz mana shu savolni ko'p berardik. Mana shu avvalgidek g'azallarga, ruboiylarga e'tibor qilyapsizlarmi? Bir o'qib chiqib, ulardan kelib chiqib, bir asar qilyapsizlarmi desa, yo'q, hozir hamma narsa zamonaviylashgan. Biz ko'proq ularga murojaat qilamiz deb bizni biroz dilimizni xira qilgan. Bugun ustoz qalbimizda qaysi maroda yana bir umid uchqunini paydo qildingiz. Bugungi yangi asar bilan, ya'ni Alisher Navoiy asarlariga murojaat qilgan holda. Musiqasi ham adashamasam o'zingizdan-a yoki o'zimizniki desak ham bo'laveradi. Ana. Bu yana bir bizni she'riyatga, asarlarimizga tarixga nazar desak mubolag'a bo'lmaydi. Albatta, juda ham to'g'ri aytdingiz. O'zi Ilhom aka aytishadiki, har bir ijodkor aslida bir Alisher Navoiyning asarlaridan, g'azallaridan xabari bo'lishi kerak, bilishi kerak deyshadi. Albatta. Albatta, bu Navoiyni o'qimasangiz boshqa narsalarni tushunmaysizda. Yana biz ham baholi qudrat qo'limizdan kelgancha o'qiymiz. Mana bugun shu oqshomga muxlislarga Alisher Navoiy g'azallaridan ikkitasini qo'shiq qilib olib kelganmiz. Mana birinchisini eshitdinglar. Manzur bo'lgan bo'lsa biz xursandmiz. Demak, ikkinchisi ham bor. Ikkinchisi ham bor. Dastur mobaynida. Xudo xolasa eshitamiz. Albatta, bugun bizni nafaqat O'zbekiston, balki butun qo'shni respublikalar ham tomosha qilyapti. Navoiyxonlik qilamiz bugun. Navoiyni sevgan, Navoiyning asarlarini bilgan insonlar bugun bizni tomosha qilsangiz zerikmaysiz va biz yana bir mehmonimizni, ijodkorimizni, ustozimizni taklif qilamiz. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Qilichbek Tojiyev. Marhamat. Do'stqa bag'ringga qirov qo'nmasin, hozirdan damingni birov bilmasin. Do'stqa bag'ringga qirov qo'nmasin, hozirdan damingni birov bilmasin. Aziyat ko'nglingga nogoh tegmasin, yoningda ekan sezib tursang bas. Aziyat ko'nglingga tegmasin, yoningda ekan sezib tursang bas. Yoningda ekan sezib tursang bas. Do'st ko'zingdagi namlar nedandir, yuragingga cho'kkan g'amlar nedandir. Do'st ko'zingdagi g'amlar nedandir, yuragingga cho'kkan g'amlar nedandir. Tashvishlari bisyor damlar nedandir, yoningda ekan sezib tursang bas. Tashvishlari bisyor damlar nedandir, yoningda ekan sezib tursang bas. Yoningda ekan sezib tursang bas. Do'st bardoshlaring toshga aylansin, yig'lab ol dardlaring yoshga aylansin. Sog'inching bir sumbul sochga bog'lansin, yoningda ekanim sezib tursang bas. Yoningda ekanim sezib tursang bas. Do'st bir kam dunyo kami to'lmaydi, suyanchig'ing bo'lsa ko'ngling so'lmaydi. Do'st bir kam dunyo kami to'lmaydi, suyanchig'ing bo'lsa ko'ngling so'lmaydi. Dardingni olmasam endi bo'lmaydi, yoningda ekanim sezib tursang bas. Dardingni olmasam endi bo'lmaydi,
ismi jismiga monand deganlaridek ustoz hali ham qilichsiz qilich xush kelibsiz assalomu alaykum Va alaykum assalom. omonmisiz Rahmat, eng o'zlaring asosiy sog'liklaringiz yaxshimi Rahmat Allohga shukr. ko'rishib olishingiz mumkin marhamat Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Yurtimizga mana shunaqa yaxshi kunlar, yaxshi bayramlar yarashadi. Ilohim yurtimizda tinchlik, xotirjamlik bo'lsin, faqat yaxshilik kunlar bo'lsin. Biz san'atkorlar borib xizmatlarni qilaveraylik. rahmat marhamat ustoz o'tirib olishingiz mumkin qani xush kelibsiz bugun pir ustozlar tashrif buyurgan bundan juda ham xursandmiz albatta biz uchun bu katta bir dars bo'ladi ustoz sizni yaxshi bilamiz mana shu kunlarda talab ilmlarga faoliyatda dars beryapsiz eng qiyin kasblardan biri bu o'qituvchilik hisoblanadi ularning ichida mana shu Navoiy xonlikka qiziqqanlar bormi Albatta. Endi ana nima deydi? Men o'sha maktabga mana 8 yil bo'ldi rahbar bo'lganiga, musiqa va san'at maktab, Oltiariq tumanidagi 14-sonli. Biz hamma tadbirda o'zgarishi gashti bor bizda. Masalan, hozir endi mana yanvar oyi, fevral oyida shu Navoiy bilan Boburni bobomiz tug'ilgan kunlari munosabati bilan katta tadbirlar qilyapmiz. Xohlasa chiroyli o'tkazish niyatidamiz. Ayni shunga urg'u berilgan deb. Albatta, bunga tayyorgarlik o'zimiz programmalarimiz tuzilib, katta konsert qilib, ota-onalarni chaqiramiz. Yana atrofda mehmonlarni chaqiramiz, chiroyli o'tkazamiz. Ana. Aliloha ko'rdingizmi? Tayyorgarlik avjida. Xuddi barcha maktablarda, kollejlarda, institutlar aytmaysizmi? Mana shu mavzuga oid katta chiqishlarni, konsert dasturlarini tomosha qilishimiz mumkin bo'ladi. Albatta, juda ham to'g'ri aytdingiz. O'sha joylarda, maktablarda, bog'chalarda ham hattoki biz bilamiz, aynan Navoiy xonlikka atalgan mana shu g'azal kechalari bo'ladi, she'riyat kechalari bo'ladi va aynan bugun ham mana shu tadbirlardan ortib tashrif buyurganingiz uchun yana bir bor minnatdorchilik bildiramiz. Sog' bo'ling, rahmat. Ustoz, nimadir demoqchimisiz? Hozirgi fikrga haqiqatda ham bugun butun mamlakatimizni qizimiz aytmoqchi bog'chasi bormi, maktabi bormi, institut deysizmi, universitet deysizmi, hammasida bugun Navoiy xonlik bo'lyapti. Bayramda bugun endi Mir Alisher Navoiy bobomizni tug'ilgan kunlar. Shunday to'ldirmoqchi. Hozir shu gapingizdan keyin mening esimga tushib ketdi. Men ham Nafisani litseyida Bobur rolini o'ynaganman. Tolih yo'q jonima, baloliq bo'ldi. Har ishniki ayladim, xatolik bo'ldi. O'z yerini qo'yib hech sora yuzlandim. Yo Rab, netayin, ne yuz qaroliq bo'ldi deya sahnaga kirib kelardim va kichik o'sha sahnalarni ijro qilganmiz. Bu bizning o'sha maktab davridan beri hozirgacha qarang singib qolgan. Esimda turadi. Alinaxol, marhamat. Biz bilamiz, Marg'ilon maqom teatrida mana shu Navoiy xonlikka, Bobur xonlikka atalgan umuman fevral oyida aynan mana shu tadbirlar o'tkaziladi. Hozir u yerda ham mana shu Navoiy xonlikka atalgan bir asarlar deymizmi yoki bo'lmasam qanday ishlar olib borilyapti u yerda. Hozirgi aynan yoshlar, yosh ijodkorlar, ya'ni aktyorlarimiz o'sha Navoiyni qanchalik gavdalantira olishyapti, bilishyaptimi ularning asarlarini. Demak, maqom teatrga urg'u bermoqchisiz. Albatta. Hozir mana Ilhom akangiz aytib o'tishdi-yu, bu tadbirimiz har bitta o'sha o'quv yurtlarida, musiqa maktablarida, madaniyat uylarida, maqom maktablarida juda katta tayyorgarlik bilan hozir o'tyapti. Xudo xolasa, nasib bo'lsa, ularda ham ozginani tizillarda ham xudo xolasa yoritamiz degan niyatlarimiz bor. Chaqiramiz. Sizlarga ham nasib bo'lsa chaqiramiz, borasizlar. Albatta. Taklif bo'lsa albatta boramiz. Biz bundan xursandmiz. Endi ko'rsatuvimiz boshida bekorga aytmadik, Navoiyga, Boburga murojaat qilgan juda ham ko'p xonandalar, hofizlar, ustoz ijodkorlar bor. Shu paytgacha ijro qilingan. Ular ichida juda ham ko'p g'azallarni eslasak bo'ladi, ustoz. Misol uchun kecha kelgin bir devon, juda ham ko'p. Ularni g'azallar, muhammaslar. Albatta. Ularni eng zo'r ijro qilgan kimlar deb o'ylaysizlar, sizlarning fikrlaringcha? Ustoz ijodkorlardan. Mana birinchi eshitganingiz O'zbekiston xalq artisti, Tojikiston xalq artisti ustozimiz Sherali Jo'rayev. Albatta. O'zlaring bilasizlar, Navoiy mukofotini laureatini olishgan Ilhom aka davom ettiring uni. Mana ustoz. Qilichbek to'g'ri aytdi. Hozir o'sha ustozimiz rahmatli uylarida juda ko'p Navoiy xonliklarni guvohi bo'lganmiz mana birgalikda. Sherali akam endi nima desam bo'ladi? Navoiyni har bitta so'zini tahlil qilib berardi bizga.
o'sha izlangiz istangiz deymiz o'sha mana qora ko'zim hammasini bu mana unday deb endi ozgina bir yo'lida juda katta ma'nolar yotishini biz ustozimizdan yoshligimizda o'rganganmiz. 30 dan ziyod bo'lsa kerak Navoiyning g'azallariga ustoz kuy bastalagan. O'sha Qilichbek aytmoqchi, Navoiyni tushunadigan odam edi bu odam. Navoiyni haqiqatda ham Navoiy tilini ancha-muncha odam tushuna olmaydi-yu. To'ppa shuni bekorga savol bermadingiz ustoz. Navoiy g'azallarini ancha-muncha odam. Masalan, biz ham ko'plar ijro qilgan. Biz ham ustozlardan eshitib, bunaqa ekanda deganmizda. To'g'ri. Shu ustozimiz haqiqatda ham Navoiyni tushungan odam. O'shaning uchun ko'p g'azallariga qo'l urgan. Buni siri menimcha o'sha rahmatli ustoz Sherali Jo'rayevning bir intervyularini ko'rib qolganimda Navoiyni albatta o'qish kerak. Uni ruhing bilan o'qishing kerak. Shunchaki o'qish emas. Ruh bilan o'qigan insongina tushunadi degan bir jumlalarni aytgan edilar. Haqiqatan ham bekorga bu gaplarni aytmagan menimcha. Endi Navoiyni o'qigan odam uni boshqacha bo'lib qoladi o'zi. Endi juda katta ma'noli nima deydi? Har bitta qo'shiqlarini mana aytilgan narsalarni eshitsangiz birortasidan bir narsa yomon narsa topolmaysizda. Faqat mazza qilasiz, dam olasiz. Men endi yana bitta narsani aytib ketay, o'sha Oltiariqda endi tug'ilganman, shu yerda O'zbekiston xalq shoiri Anvar Obidjon shoirimiz, bilasizlar, bolalar. Albatta. Anvar akam keyin menga ko'p gapirardi. Shu bittaqasini ham aytganman, Muhammad yozishganda. Liya bormi? Do'stlar, oxirida ozgina aytib beray. Kalomizlar esang Anvar, madad so'rgil Navoiydan. G'azal bitsam, gahi mashrab, gahi hofiz, yalintirgay. Yalintirgay degan so'z yozishgan qo'shiq. Shuni aytganman. Anvar akam shu sababchi bo'lib qolgan, shu Navoiy ayting siz Muhammad yozganman deb, Muhammad yozishgan. Shuni aytganman. Ana bo'lmasa qoyil qolish kerak. Bugungi dasturimiz o'zgacha bo'ladi. Alinaxon, biz qaysi ma'noda tarixga bir nazar tashlaymiz, o'sha she'riyat mulkini sultoni Alisher Navoiy haqida suhbatlashamiz va bugun sizlarni xursand qilish uchun bir-biridan qiziqarli qo'shiqlarni, taronalarni, asarlarni ham eshitishga tayyor turishingizni iltimos qilgan bo'lardim. Ustoz, bugun sizdan bir tarona eshitsak, premyeralar bor, ularni alohida bizga ta'riflab aytib berasiz. Hozir esa navbatdagi taronani tinglaymiz birgalikda. Marhamat ustoz. Andijon boray dedim, bora olmadim. Ko'zida nimasi bor, qara olmadim. Andijon boray dedim, bora olmadim. Ko'zida nimasi bor, qara olmadim. Shunchalar mushkul ekan ko'ngil degan. Hey ko'nglini olay dedim, ola olmadim. Ko'nglini olay dedim, ola olmadim. Andijon bog'larida yurgim kelur. O'sha yo'lni doimo ko'rgim kelur. Andijon bog'larida yurgim kelur. O'sha yo'lni
tushlarga kirgim kelur loqal tushlarga kirgim kelur Andijon yo'llarida qoldi ko'zim o'sha yordim doimo qoldi ko'zim Andijon yo'llarida qoldi ko'zim o'sha yordim doimo qoldi ko'zim ko'rganim qay baloyu qay kun ekan hey boshima bu baloni soldim o'zim boshima bu baloni soldim o'zim Andijon boray dedim bora olmadim ko'zida nimasi bor qara olmadim Andijon boray dedim bora olmadim ko'zida nimasi bor qara olmadim Ay, Rahmat. Katta rahmat. Salomat bo'ling. Chiroyli ijro uchun. Keling ustoz qani. Rahmat. Andijon bora olmadim. Tarona juda ham chiroyli. Keling shu qo'shiqqa to'xtalsak. Xo'p. Bu qo'shiqda bitta qizimizdan o'rganganman. U kishiniki deng-da. Bu qo'shiq u kishiniki. Hazil. Bu qo'shiq 1982-yilda yaratilgan. Turob to'la she'ri bilan. Aha. O'zimizni muzikamiz. Hali gapda hazillashdim. Bitta qizdan o'rganganman deb. Bu qo'shiqda A'lo xonam aytadi-da, A'lo Rahimova. Ha. A'lo Rahimani aytishiga sabab u kishini xo'jaylari deymizmi, sheriklari deymizmi? Biz o'rtog'imiz bo'ladi Rahmatulloh Mirzayev. Aha. Alloh rahmat qilsin, shu ham o'tib ketdi. O'rtoq shu ashlarni yaxshi ko'raman, aytsak maylimi deganda, bemalol aytinglar deganman. Ana. Bu ashullar A'lohonda ashlasa bo'lib qoldi. Endi hazillashdim dedim-ku hali. Ha. A'lohonda ashlasini aytib bering deyishyapti, menga o'sha shuni aytdim. Sog' bo'lsin qizimiz. Demak, bu qo'shiqni siz ularga taqdim qilgansiz, to'g'rimi? Shunday bo'lgan. Endi shu orada tarixini ham aytib ketdim-da hozir. Bor bo'ling. Chiroyli qo'shiq. Albatta, bugun ustozlar Qilichbek Tojiyev hamda Ilhom Jo'rayev tashrif buyurganlar vodiyda mana shu ustunlardan biri. Yoshlarga, sizdan keyingi yosh avlodga, xonandalarga qanday bir yaxshi an'anani qoldiryapsizlar? Xo'p, hozirgi yoshlarimizga sharoitlar juda zo'r. Bunaqa sharoit oldin bo'lmagan. Mana qilcha kezma biz davrimizda bunaqa sharoit bo'lmagan. Hozirgi yoshlarga faqat bizi tilagimiz ham, niyatimiz ham o'qi. O'qi, o'rgan, vaqtingni bekor ketkizma. Xo'p, haligi o'tganlarimizni so'zlari bor, gaplari. Yoshlikda o'rganilgan narsa toshga bitiladi deydi. Keksaygandan keyin kessaga bitilar ekan. Ana. O'sha yoshlikdagi olingan bilimlar, xo'p, nima deymiz yana? O'rgangan narsalar toshda bo'lar ekan, unga yomg'ir yog'adimi, qor yog'adimi, o'chmaydi ekan. Endi bizga o'xshagan paytda o'rgansa, bitta yomg'ir yog'ishma, Alloh, ketdi, yo'qolib ketadi. Hozirgi yoshlarga o'qinglar. Zamon sizni zamoningiz. Bosing degan bo'ladi. Bor bo'ling, umringiz uzoq bo'lsin. Nima deysiz aka? To'g'ri.